Farg'ona, Chimyon, jannat monand Allohning nazari tushgan joylar. Hozir Chimyonda 10 ga yaqin sanatoriyalar faoliyat yuritadi. Bugun odamlar ana shu sihatgohlar ichida eng yaxshi muolajalar, eng zo'r xushmuomalali, sifatli ovqatlari bor joyni tanlashadi. Hozir sizga ana shularning barchasi mujassam bo'lgan sihatgoh haqida ma'lumot bermoqchimiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida Chimyondamiz. Bizning bugungi suhbatdoshimiz mana shu Chimyondagi Koinot Kavsari va Chimyon chashmasi sihatgohlarining bosh shifokori endokrinolog Dilnoza Baxtino'xo'jayeva bo'ladilar. Dilnozaxon, avvalo vaqt ajratib biz bilan suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Mana shu suhbatimizni boshida o'zingiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, Lobar opa, xush kelibsiz. Assalom. Men shu Chimyon chashmasi hamda Koinot Kavsari sanatoriyasida shifokor, endokrinolog, nutritsiolog bo'lib faoliyat yuritib kelaman. Shu faoliyatim boshlanganiga 3 yil bo'ldi. Bu vaqt mobaynida ko'plab bemorlarimiz bilan asosan tizimli yondashuv bilan davolashga erishdik. Juda ham yaxshi. Endi bilasizmi, hech narsa bo'sh joyda paydo bo'lmaydi. Ana shu ma'noda mana shu Koinot Kavsari deb nomlangan nomi ham bir ajoyib. O'zi ham bir juda ko'p yaxshi tomonlari bilan xalqimizga manzur kelayotgan mana shu sihatgohni yaratilishi, mana shu bunyod etilishi davlat kotibi bo'lib ishlagan Rahim Rajabov nomlari bilan bog'liq ekan. Men bu haqda yaqinda o'sha Rahim Rajabov haqida chiqarilgan yodnoma xotira kitobida o'qib qoldim. Sizni adangizlar u yerda o'zlarini maqolalari bilan chiqqanlar va o'sha maqolada aynan mana shu yerda yangidan mana shu sihatgohni tashkil etilishida o'sha Rahim Rajabov maslahat berganlari, mana shu u kishini yo'l yo'riqlari bilan mana shu ajoyib hozir bir xalqimizga manzur bo'layotgan joy tashkil etilganligini mamnuniyat bilan o'sha yerda yozganlar xotiralarida. Siz ham ozgina eshitganlaringiz bo'lsa, dastlab shundan boshlasak gapni. Bu sihatgohimiz shu 2019-yilgacha, 2015-yildan 2019-yilgacha qayta rekonstruksiya holatida bo'lgan va bu tashkilotni, korxonani sababchi bo'lishgan shu Rahim Rajabov. Ular shu dadamlar bilan oilaviy do'stliklari bor. Shularni 2020-yilda ularning ishtiroki bilan Koinot Kavsari olamida ochilish marosimi bo'lgan. Shu yerda ko'rganman, lekin juda chuqur ularni o'rtasidagi suhbatlardan xabardor emasman, lekin shu ochilish marosimida o'zlari bo'lganligidan xabardorman. Endi bugungi kunga kelib sihatgoh qay darajaga yetdi? Dam oluvchilar, sog'lig'ini tiklab ketayotganlar haqida nimalarni gapirib bera olasiz? Bu sihatgoh o'zi O'rta Osiyoda yagona bo'lgan oltin gurgutli suvi bilan bog'liq. Chunki bu Chimyon hududida bizning sanatoriyamizdan tashqari 10 ga yaqin sanatoriya bor. Bu sihatgohda aynan Chimyon sanatoriyasi deganda hammani fikrida, hammani nimasida bo'lgan nigoh seravodorodli suv, oltin gurgutli suv, bu Alloh nazari tushgan suv deymiz. Mana shu Chimyon hududiga bu hududni o'zini insonlaridan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyadan hamda o'zimizni shu O'zbekiston viloyatlarini barcha tumanlaridan, viloyatlaridan kelib tashrif buyurishadi. Aynan oltin gurgutli suvi o'zini foydali xususiyatlari metabolik jarayonlarda yaxshi tiklashga yordam berishi, yallig'lanishlarni oldini olishga qaratilganligi hamda 99% biz deymiz tayanch harakat kasalliklari, o'sha
skelet tizimiga ta'siri borligi uchun aynan shu yo'nalishdagi insonlar kelib bizda davolanadi. Bundan tashqari biz sihatgohimizda shu oltin gurgutli suvi o'zini foydali jihatlari bilan yon ta'sirlari borligi uchun biz sekin-sekin shu o'rganishlar, kasalliklarda o'zida orttirilgan tajribalarimiz bilan birga biz chuqurlashtirilgan diagnostikani kiritganmiz va bizni sihatgohga kelgan insonlarda nafaqat mana shu oltin gurgutli suv yokida fizioterapiya muolajalarini olishadi, balki shu bilan birga inson o'zini 1 yil 6 oy mobaynida chuqurlashtirilgan o'ziga diagnozlarda ko'rishgandan keyin, ishonch hosil qilishgandan keyin bemalol sog'ayishiga aynan kasalligini qaysi etapida unda misol uchun analizlari bilan ishlaymiz. Analizlarida nimalarda yetishmovchilik bo'layotganini yoki qaysidir ko'rsatkichlar ularda ortib ketganini bilib, bizga yana ham keluvchilarning soni ortgan. Aytmoqchisizki, klinik sihatgoh hisoblanadi sizlarning Ha, sihatgohlarida. klinik sihatgoh. Buni boshqa sihatgohlar, sanatoriylardan farqi nimada shunda? Boshqa sihatgohlardan farqi Xalqimizga shundaki, tushunarli bo'lishi uchun aytib ketsangiz. Xo'p, biz kelgan insonga faqatgina sanator kurort lechenialarini bermaymiz. Kelgandan birinchi navbatda bizga kelgan kasallar ulgurib qolish, shu kunim kam, 10 kunga mo'ljallangan yoki hozir 10 kundan ham insonlarni vaqti tig'iz bo'lganligi uchun 10 kunni ham qizg'onishadida, 5 kun yokida 7 kunga yotishadi. Va kelishi bilan faqat shu suv uchun tushishim kerak. Men shu suv haqida eshitib keldim. Oltin gurgutli suv foyda ekan mani qandli diabetimga yokida shu osteoxondrozimga, osteoporozimga, artrit, shu har qanaqa bo'g'im kasalliklariga shifolik uchun men har kuni keling menga bering deydi. Lekin bizda o'sha kirib kelgandan shifokorlarimiz bor va bizni boshqa sihatgohlardan yana bitta afzallik ustunimiz, bizda 5 xil turdagi tor mutaxassis shifokorlarimiz ishlaydi. Ularni oliy ma'lumotli endokrinolog, urolog, kardiolog, terapevt, lor, stomatolog vrachlarimiz bor. Shu kelishganda ularda shikoyatlaridan boshlaymiz. Shikoyatlarini eshitib, shunga qarab har bitta o'zini kasalliklariga mos bo'lgan vrachlarimizga yo'naltirilgan holatda analizlarni ro'yxatini beramiz. Ya'ni bizda birinchi kelganda majburiy bo'lgan analizlarimiz bor. Aynan mana shu suvi unga ma'qul keladimi yoki ma'qul kelmasligini, chunki organizmda shu ko'taradimi, ko'tarmasligi, chunki issiq muolajalarimiz ko'p. Aynan bizda issiq muolajalardan vannalarimiz bor, ya'ni shu oltin gurgut bilan birga bo'lgan giyohli vannalarimiz. Bu misol uchun yurak, qon tomir kasalligida bo'lgan insonlarda, arterial bosimi baland bo'lgan insonlarga biz birdan bu suvni tavsiya qila olmaymiz, chunki bu suvga tushgandan keyin tarkibidagi o'sha suv konsentratsiyasi davleniyasini ma'lum miqdorda yoki oshirishi yoki tushirish ehtimolligi borligi uchun EKG qilamiz hamda umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili va jigar kasalliklarida aynan gepatit B, C bilan og'rigan insonlarga aynan mana shu suv umuman mumkin emas hamda o'zi tekshiruvlari qilamiz. Barcha a'zolarni o'zi tekshiruvlari qilinadi. Bundan maqsad mana shu uni bilgan va bilmagan holatda aniqlanib qoladigan tashxislar chiqib qolishi mumkin. Kista, mioma yoki prostatasida qanaqadir shamollashlar bo'lishi mumkin. Jigarida yokida buyraklarida kista bor holatlar bor. Mana shunaqa holatlarda biz shu suvni bermaymiz. Bunga sabab mana shu xavfsiz bo'lib turgan o'smalar yoki xavfli foniga o'tib ketishi mumkin. Shu uchun bizning maqsadimiz bu suvni olishdan bir tomoniga foyda qilaman deb ikkinchi tomoniga ziyon qilib ketmasligi uchun aynan mana shu diagnostikalardan o'tkazib olamiz. Va shu bilan birga bizning sanatoriyamizda shuncha analizlardan o'tgandan keyin o'sha insonga biz tavsiya qilamiz, medikamentozni lecheniya olishadimi yoki olishmaydimi. U ham kelgan insonni o'zini ixtiyoriga, o'zini xohishlariga qarab bajariladi. Biz u insonni shu vaqtini tejagan maqsadda bizdan chiqib yana qayergadir borib davolanmasligi uchun biz o'zimizda kompleks davolanib ketishini yo'lga qo'yganmiz. Sizlarda yana bitta davo turi bu o'sha magniyli suvni iste'mol qilish mumkin ekan. O'sha magniyli suv, uni foydalari haqida ham gapirib keting. Xo'p, bizda mana shu Chimyon hududida oltin gurgutli suv, ya'ni bu vanna holatida olinadigan bo'lsa, shu bilan birga magniyli suv yer ostidan chiqadi. Bu mineral suv hisoblanib, asosan oshqozon ichak kasalliklarida bo'lgan insonlarga foydali
va buni tarkibida magniy miqdori yuqori bo'lganligi uchun ko'plab stress holatdagi insonlarga, asab ruhiy jihatdan charchog'i bo'lgan insonlarga juda yaxshi ta'sir qiladi. Buni o'zim endokrinolog bo'lganligim uchun aynan mana shu magniyli suvni ichgan insonlarda ko'plab erkaklarda testosteron gormonini ishlab chiqarishini rag'batlantirib beradi. Hamda hayzi og'riqli bo'lib o'tadigan ayollarda progesteron gormoni bor. Progesteron gormoni bu o'sha hayz vaqtidagi insonlarda og'riqni bo'lmasligini ta'minlab beradi, agar normada bo'lsa. Normadan pasayib ketgan holatlarda shu ko'p insonlarda og'riqli holatda bo'lib o'tadi. Mana shu progesteron gormonini ham normada ishlab chiqarilishini, sintezlanishini rag'batlantirib berishga bu suvni o'zini o'rni bor. Shu bilan birga menopauza davridagi, klimaks davridagi ayollarga ham magniyli suvni foydali jihatlari juda ham yuqori, lekin bu suvni bizga kelgan insonlar shu oshqozon ichi traktidagi muammosi bo'lgan gastrit, yazvalari bo'lgan insonlarga ham yaxshi effekti bor. Magniyli suv bilasiz, o'zi magniy B6 deb bizda anaqa qilinadi. Bu birinchi tavsiya qilinadi. Stressli bo'lgan insonlarda, uyqusi yaxshi bo'lmagan, charchoqdagi insonlarga tavsiya qilinadi. Bu charchoq, surunkali stress holatlari birinchi o'rinda shu oshqozon ichi traktini nima qiladi? Himoya funksiyasini buzadi. Shu hisobiga ham biz oshqozon ichi faoliyati o'z-o'zidan kelib chiqmaydida undagi muammolar. Birinchi navbatda shu magniy defitsitini hisobiga. Bu endi tashqi nimadan bilvosita ta'sir qiluvchi omillarga kiradi bizdagi magniyli suvimiz. Bu ham 3 mahal ichilish tartibi, 3 mahal ovqatdan 20 minut oldin iste'mol qilinadi. Juda ham yaxshi. Endi yana bitta narsa, siz mutaxassisligingiz endokrinolog deb hozir o'zingiz ham aytib ketdingiz. Bu endi yana bir yaxshi tomonida Aslan sihatgohda endokrinolog ishlayotgani. Chunki biz bilamiz bir qancha o'sha kasalliklar, mana bo'qoq kasalliklari, qandli diabet kasalliklari bog'liq. O'sha endokrinolog sifatida ularga qanaqangi davolarni olib borasiz? Qisqa bo'lsa ham o'sha 10 kun davomida qanaqangi o'ziga xos bir nima davolarni qo'llaysizlar? Bizda mana shu hozir sizga aytdim, dastlabki kelgan bemorlarda asosan shu majburiy bo'lgan analizlar ro'yxatimizda glyukoza miqdorini ham tekshirish bor, ya'ni qondagi qand miqdorini tekshiramiz. Qondagi qand miqdorini ham juda ko'p insonlar bilmay qoladi. Oxirgi paytlarda ozish holatlari bo'ldi, hojatga tez-tez qatnash holatlari bo'ldi degan shikoyatdagi ayol erkaklarimiz ko'p. Mana shunda aniqlangan insonlarga bu birinchi navbatda bilmagan inson uchun juda yaxshi, ya'ni kasallikka oldini bilish yoki erta aniqlash holatlarida va ayni paytda hozir juda semiz ayollarda ham prediabet holatidagi, misol uchun qondagi qand miqdorining normasi 6,1 bo'lsa, bizda 5,5 chiqqan ayollarni yoki erkaklarni o'sha kasallikni oldini olishga qaratilgan davo choralarini ham ko'ramiz, ya'ni vazningizni kamaytirishi yoki qondagi glyukoza miqdoringizni nimaga ortib ketayotganiga sabab bo'layotgan insulin gormonini tekshirishni yo'lga qo'yganmiz. Mana shu insulin gormoni ham bu asl vazifasi o'sha kirayotgan glyukozani hujayralar, ya'ni qondan hujayralarga olib kirib berish vazifalarini bajaradi. Demak, o'sha qandli diabetga kelish uchun ham bir qancha omillar, bir qancha sabablar bor. Mana shu holatlarda biz shu insonlarga foydali, ya'ni yordamimiz tegyapti deb his qilaman. Ya'ni tana vazni oshib ketgan insonlarga ham shunchaki semizlikka ham shunchaki qarash kerak emas. Uni qaysi omillar olib kelyapti semizlikka? Birinchi navbatda shu sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishga qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni ovqatlanish har qanaqa kasallikda ham, misol uchun bizga to'g'ri 10 kun davomida kelishadi, aynan shu suv shifo bo'ladi. Lekin u suvda o'zida ham emasda, unga yordamchi bo'lgan omillar bor. Mana shu omillarni ham biz ularga to'g'ri yetkazib bera oladigan bo'lsak, shu inson haqiqatan bizdan mamnun bo'lib ketadi. Uyda davom ettiradi. Uyda davom ettiradi. To'g'ri ovqatlanish, sog'lom ovqatlanishlarni. Shu ma'noda so'ramoqchi edim, mana sizlarning oshxonalaringizda o'sha nonlar, parhez nonlar taqdim etilayotgan har kuni dasturxonlarga qo'yilar ekan. Mana shu haqda, mana shu to'g'ri ovqatlanish bo'yicha qilinayotgan ishlarni ham aytib ketsangiz.
Ho'p, biza aynan oshxonamizga o'zimizda pekarniya tashkillangan. Mana shu ikkala sanatoriyamiz, Novvoyxona. novvoyxona. Mana shu ikkala sanatoriyamiz uchun yetkazib berilayotgan mahsulotlar ham arpa unidan, kepak unidan, ya'ni yo'lga qo'yilgan oq non bilamiz. Bu boshqa unlarga nisbatan zararli jihatlari borligi uchun birinchi navbatda buni qandli diabeti bor bemorlarimizga o'sha 9-parhez ustozini tashkillash maqsadida yo'lga qo'yganmiz. Lekin bu qora non nafaqat qandli diabeti bor insonlar uchun, barcha uchun mos kelganligi uchun, aynan ma'qul kelganligi uchun dasturxonimizga va biz qo'yganimizdan keyin boshqa ustoldagi insonlar ham talab qilganligi uchun oq va qora nonlarni qo'yamiz. Bundan tashqari o'sha dasturxonga tortiladigan pishiriqlarimiz ham, beriladigan boshqa non va non mahsulotlarimiz ham aynan mana shu o'zimizni novvoyxonadan chiqadi. Bundan tashqari shu ovqatlarimizga ishlatiladigan go'sht mahsulotlarimiz ham o'zimizda bor bo'lgan fermadan halol, ishonchli. Hozir go'sht mahsulotlariga ham ishonch pasayib ketgan, sababi ayrim joylarda aynan muzlatilgan go'shtlar ishlatilyapti. Bizda mana shu beriladigan go'sht mahsulotlarimiz ham ishonchli, halol, bemalol iste'mol qila oladigan darajada. Juda ham yaxshi. Mana menimcha xalqimizga juda tushunarli tilda gapirib berdingiz. Hamma o'sha qanaqangi yo'lga qo'yilgan o'sha yaxshi ishlarni, ezgu ishlarni sanab ketdingiz. Endi men so'ramoqchi edim. Shu Chimyon chashmasi va Koinot Kavsari sihatgohlaridagi 5 ta boshqa sihatgohlarga o'xshamagan jihatlarni sanab ketsangiz. Xo'p, birinchi navbatda buni hozir o'zi aytib o'tdim. Birinchi bizni boshqa sanatoriyalardan afzalligimiz, balki boshqalarda ham bordir, lekin biz o'zimiz afzalmiz deya oladigan nuqtamiz, eshikdan kirib kelgan har bitta bemorga biz shunchaki sanatoriy licheniyasini bermasdan, har bittasini shikoyatlariga ko'ra, analiz tahlillariga, o'zini so'zi bilan berayotgan nimalaridan tashqari biz individual yondashamiz, ya'ni tor mutaxassis vrachlarimiz bor edik. Shikoyatlari va ko'rsatmalariga qarab turib, biz ham ularga analiz nimalarini taqdim qilamiz. Shu analizlarga topshiring, sizni tahlillaringizni ko'raylik. Chunki bizda men o'zim javob beraman o'zim sog'lig'imga. Birinchi kundan bering, meni kunim qisqa, men shu uchun tayyorlanib kelganman desa ham, biz ularni nimalarini ehtiyot qilgan holatda va o'zimizni ham ehtiyot qilgan holatda biz u muolajalarni bermaymiz, ya'ni parafin, balchiq holatlarni. Ko'plab aynan baribir o'zim endokrinolog bo'lganligim uchun qandli diabetga bog'liq ketaman. Qandli diabeti bor bo'lgan insonlarni terilarini elastikligi, turgoqligi boshqalarning terilariga nisbatan sezuvchanligi yuqori bo'ladi. Shu uchun ularga umuman issiq muolajalar mumkin emas, ya'ni parafin, balchiq nimalari mumkin emas. Va ikkinchi tomonimiz, bizda medikamentozniy lecheniya bor, ya'ni kelgan insonlarni bir paytda o'zida ham sanator kurort lecheniya, ham klinik jihatdan davolash nuqtalarimiz bor. Yana uchinchisi afzalligimiz bu o'sha taomlanishda insonning luqmasi ham halol bo'lishi kerak, ya'ni halollik jihatdan ham bizni yondashuvimiz bor. Bu tomonga biz shunchaki qaramaganmiz. Uchinchi afzalligimiz shunda deb bilaman. Yana to'rtinchi afzalligimiz, siz baho bersangiz ham bo'ladi. Bizda bir suhbatlashganimizda aytuvdingiz, nima sihatgoh yonida bog'cha, bolalar bog'chasi bor. Bu bolalar bog'chasida o'sha davolanuvchilar o'zlarini bolalari bilan, yosh bolalar bilan kelishsa, o'sha yerga berib bemalol nima qilishadi, o'zlari davolarni olib, muolajalarni olishadi. Yana o'zimiz bog'chamiz, bizda ishlaydigan xodimlarning bolalari ham o'sha bog'chada juda yayrab yurishadi. Nima ovqatlar, hamma narsa juda chiroyli risoladagiday qilingan degan gaplarni aytuvdingiz. Endi xalqimiz uchun ham shu gapni aytib ketsangiz. Xo'p, rostdan bizda bog'cha tashkillangan. Bu bog'chamiz ochilganiga ko'p bo'lmadi. Kelayotgan mijozlarimizni, shu bemorlarimizni oilaviy dam oladiganlar soni ko'payib ketgan va shularga ham qulaylik bo'lish maqsadida biz xususiy bog'chamizni tashkillashtirganmiz, Koinot Kids nomli. Mana shu bog'chada bizni o'zimizni xalqimiz hamda xodimlarimiz
chunki xodimlarimiz ham ba'zida kechikish holatlari bo'lib qoladi. Mana shu holatlarda bemalol ishonchli insonlarda, chunki bizni bog'chadagi ishlaydigan tarbiyachilarimiz ham o'zimizni xodimimiz bo'lganligi uchun ularni o'rtasida bir biriga bo'lgan yordam holatlari ham bor kechikish holatlarida, hamda shu oilaviy bo'lib kelgan insonlarga shu bog'chaga bemalol ishonchli, chunki bog'chamiz ham o'zimiz yonimizda, topshirishib bemalol lechenialarini nimalarini olishib, muolajalarini olishib anaqa qilishadi. Judayam yaxshi. Endi 5-chisini men o'zim ayta qolay. Chunki 5-chisi ham boshqa joylarda ko'rmagan bu narsa, bu o'sha sihatgohlar yonida mana hozir mana o'shani ichida turibmiz. Chiroyli fotostudiya, zamonaviy, chiroyli qilib qurilgan fotostudiya. Bu nimaga kerak endi? Bu fotostudiyamizda hozir yubileylarni tashkillaganmiz, chunki sanatoriyaga oldinlari katta yoshdagi insonlar ko'p kelardi. Hozir mana shu ekologiya deymizmi yoki vaqtni tez o'tishi hisobigami, stressli hayot juda ham ko'p insonlarga ta'sirini o'tkazib kelyapti. Shuning uchun sanatoriya deganda yosh anaqalarni ham yig'ib, auditoriyani ham yig'ib o'sha ulgurganmiz. Shu uchun shu yosh insonlar ham ota-onalarini yubileylarini yokida o'zlarini qanaqadir tug'ilgan kun, yaxshi kunlarini nishonlashadi. Bu albatta sanatoriyaga ham manfaatli bo'lgan tomonlari bor, hamda o'zimizni mana shu konchilar qishlog'imizga ham foydali bo'lgan jihati bor. Aynan shaharga borishmaydida, chunki bizni shahar bilan o'zimizni kon qishlog'imiz orasida 27-30 kilometr masofa bor. Shu uchun bu jihat to'g'ri ko'proq sanatoriyaga ham nima qiladi, lekin ayniqsa mana shu aholi ham qishloqlarga aholi uchun manfaati yuqoriroq. Juda ham yaxshi. Men o'ylaymanki, mana shu xalqimiz uchun juda manfaatli bir suhbat bo'ldi. Mana ulug' ro'za Ramazon oyimiz yaqinlashib kelmoqda. Dilnozaxon, butun musulmon olamining bir musulmon olamidagi eng katta bayram, eng katta bir xalqimiz ortiq kutadigan oyda bu nima Ramazon oyi. Mana shu Ramazon oyida xalqimizga qanaqangi bir yengilliklar, qanaqangi bir sovg'alar hozirlagansizlar? Bizda bu an'ana doimiy, mana shu Koinot Kavsari olami sanatoriyasini tashkillanganiga 6 yil bo'lgan bo'lsa, 6 yil mobaynida har Ramazon oyida biz turli xil aksiyalar o'tkazib kelamiz va bu Ramazon oyimizda ham inshaalloh 10% chegirmalarni e'lon qildik. Bir kunlik davolanish bir kuniga bir kishi uchun 270 ming so'mga to'g'ri keladi. Buning ichida 3 mahal ovqati, shifokorlar ko'rigi, yotoq joy, oltin gurgutli vannasi, giyohli vannasi, parafin, balchiq hamda 20 ga yaqin bo'lgan fizioterapiya muolajalarimiz mana shu xizmatni ichida bo'ladi, ya'ni narxi ichida bo'ladi. Hamda kunora qisman zona masajlarimiz, ya'ni uqalash muolajalari ham bor. Ramazon oyida 10% chegirma e'lon qildik. Demak, o'sha 270 ming so'mlik masalan nimalar, xonalar endi bundan keyin 10% chegirma. Qolgan nimalar ham? Yo'q, bu 10%lik chegirma aynan 270 ming so'mdagisi. Avval 310 ming bo'lgan, shu narxlarimiz 270 ming so'mga chiqdi va 1-fevral mana bugundan shu amalda bo'lib joylanishyapti bemorlarimiz. Mana bu boshqa xonalar, mana lyuks xonalarda ham shu ularda ham 10% chegirmalarimiz bor. 470 minglik xonalarimiz 420 mingga aylangan. Demak, o'zini sog'lig'iga e'tiborsiz bo'lmagan, ro'za Ramazonda bir ajoyib o'tkazishni niyat qilayotgan hamma yurtdoshlarimizni Koinot Kavsari va Chimyon chashmasi sihatgohlariga taklif qilamiz. Mana sizlarni juda yaxshi nimalar kutyapti, chegirmalar kutyapti. Undan keyin yana xodimlaringiz aytishdiki, o'sha ro'zadorlar o'sha iftorlikdan keyin nimalarni ham muolajalarni ham olishlari mumkin. Kechqurun ham ishlarni yo'lga qo'yamiz deyishdi. Shu joyini aytib o'tmoqman. Albatta ro'zadorlarimiz uchun saharlik va iftorlik dasturxonlari bor. Shu bilan birga bizning muolajalarimiz ham, ya'ni kunduzgi suvli muolajalarimiz kechga qoldiriladi. Ya'ni ukolli holatlar, ya'ni medikamentoz lecheniyalar bo'ladigan bo'lsa ham 2 smenada sanatoriya xodimlari ishlayshadi. Mana shu
manimcha juda ko'pchiliklaringiz uchun bu manfaatli suhbat bo'ldi, chunki xalqimiz hozir oxirgi paytlarda o'zini sog'ligiga e'tiborli bo'lib qoldi. Buni aniq aytish kerak. Shu ozgina nima o'zlaridan orttirgani ilgari ko'proq to'ylarga sarflaydiganlar yoki bo'lmasam kiyimga sarflaydiganlar hozir endi sihatgohlarga, sanatoriyalarga borish, sog'ligini mustahkamlash haqida o'ylaydigan bo'lib qolishdi. Mana shunaqangi o'zini sog'ligiga e'tiborsiz bo'lmagan insonlar uchun mana shu Koinot Kavsari va Chimyon chashmasi sihatgohlariga bemalol kelishlaringiz mumkin. Biz o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rdik. Men o'ylaymanki, azizlar, bizni mana Dilnoza Bahriddinxo'jayeva bilan suhbatimiz hali davom etadi. O'zlaringizda qanaqangi mana shu hozir gapirib o'tgan mavzularda savollar bo'lsa, bizga bemalol yozib yuborishingiz mumkin. Biz o'sha savollaringiz asosida Dilnozaxon bilan yana suhbatlar qilamiz. Chunki men o'ylaymanki, juda manfaatli bo'ldi xalqimizga, juda ko'p insonlarga, ayniqsa yoshi katta insonlarga juda manfaatli suhbat bo'ldi. Yaxshi kunlarda omonlikda ko'rishish nasib etsin. Sog' salomat bo'linglar.